Qo'shtepa tumanida suv xo'jaligi masalalari bo'yicha respublika ko'rgazmali seminari bo'lib o'tdi. Suv xo'jaligi vazirligi, viloyatlar irrigatsiya tizimlari havza boshqarmalari rahbarlari hamda sohaga daxldor tashkilotlarning yetakchi mutaxassislari ishtirok etgan seminarda Qo'shtepa tumanida amalga oshirilayotgan istiqbolli loyihalar bilan tanishildi. Katta Farg'ona kanali atrofida tashkil etilgan intensiv uzumchilik maydonlarida suvdan tejab foydalanish evaziga yuqori hosildorlikka erishish bo'yicha ilg'or tajribalar o'rganildi. Kanal atrofidagi yerlardan samarali foydalanish yo'lga qo'yilganligi e'tirofga loyiq. Seminarda loyiha tashabbuskorlari tomonidan intensiv uzumchilik va o'rdakchilik yo'nalishlaridagi amaliy ishlar, xarajat va natija haqida ma'lumot berildi. Shu yerda tashkil etilgan o'rdakchilik ishtirokchilar e'tiborini tortdi. Loyiha orqali kollektor suvlardan samarali foydalanilmoqda. Bu orqali suvchilarga qo'shimcha daromad manbai yaratilib, aholi bandligini ta'minlashga imkoniyat yaratilgani o'rgansa arzigulik tajriba. Respublika seminar ishtirokchilari Qo'shtepa tuman suv yetkazib berish xizmati davlat muassasasi faoliyati bilan ham tanishdilar. Suv resurslarini boshqarishda raqamli texnologiyalarni qo'llash, suv hisobidan avtomatlashtirilgan tizim orqali yuritish jarayonlari ko'rsatib berildi. Yakunda o'rganilgan tajribalarni hududlarda tatbiq etishga kelishib olindi.